Assalomu alaykum azizlar. Bugun YouTube kanalimga o'zimni ilk videoyimni joylashga qaror qildim. Bundan oldin Instagram sahifamda hamda Telegram sahifamda o'z faoliyatimni yuritgan edim. Endi esa YouTube platformasida ham o'z faoliyatimni rivojlantirishga va insonlar uchun foydali va manfaatli ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman. Avvalambor o'zim haqimda qisqacha ma'lumot beraman. Men Nigina Pirnazarova Majidovna, oliy ma'lumotli tilshunos, paralingvist. Hozirgi kunda Buxoro xalqaro universitetida 2-kurs magistratura bosqichida tahsil olyapman. Ziyoli oilada tarbiya topganman. Hozirda oilaliman. Turmush o'rtog'im harbiy. 2 nafar farzandning onasiman va ayni paytda paralingvistika sohasi bo'yicha o'z izlanishlarimni olib boryapman va insonlar uchun manfaatli va kerakli ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilyapman. Dissertatsiya mavzuyim, magistrlik dissertatsiya mavzuyim ayollarga xos paralingvistik vositalarning leksik semantik xususiyatlari hisoblanadi. Aynan bu sohani tanlashimga sabab bo'lgan inson albatta mening ilmiy rahbarim, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori. Hozirda o'z ilmiy faoliyatlarini Jizzax davlat universitetida doktorlik dissertatsiyasini qabul qilish jarayonidalar. Ustozim Barot va Muhiba Orifovnaga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Sababi aynan ana shu insonning menga bergan bilimlari, maslahatlari tufayli aynan bu sohaga qiziqishim ortdi va bu sohaning yangi o'rganilmagan qirralarini ochib berishga harakat qildim. Va men aynan bu mavzuni tanlaganimdan so'ng o'z izlanishlarimni olib borishga harakat qildim. Ko'plab maqolalarni chop ettirdim. Ingliz, o'zbek tillarida maqolalarim chop etildi. Aynan nima uchun ayollar paralingvistikasini tanlashimga sabab, ayollar nutqida har qanday jamiyatda, oilada ayol kishi jamiyatning ustuni hisoblanadi. Bugungi kunda prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ham aynan ayollarga bo'lgan e'tiborning kuchayishi, ayollarning haq-huquqlari, ularning bilim olishiga bo'lgan e'tiborlari sababli men aynan shu sohani tanladim va bu sohani yurtimiz uchun, uning kelajagi uchun